butun dunyoni tiz cho'ktirgan Aleksandr Makedonskiyni faqat bitta narsa to'xtata olgan. Surxondaryo qoyalari va Surxon qizining go'zalligi. Ishonmayapsizmi? Unda eshiting. Miloddan avval 329-yilda dunyo fotihi Aleksandr Makedonskiy Amudaryo hududidan kechib o'tadi va qadimgi Baxtriya va Sug'diyona hududiga hujum qiladi. Bu yerlarda unga Spitamin boshchiligidagi qo'rqmas va mahalliy aholi qarshilik ko'rsatadi. Dastlabki jangdayoq Aleksandr 3000 kishilik qo'shindan ayriladi, lekin u yengilmas edi. Bir yil deganda arrang Spitamin boshchiligidagi qo'shinni mag'lub etishga muvaffaq bo'ladi. Bugungi Surxon va Qarshi aholisi baribir taslim bo'lishni xohlamadi. Ularni bo'ysundirish uchun Aleksandr Xoreyn va Oksiyartning Hisor tog' qalalarini qo'lga kiritishi zarur edi. Tog' qoyalaridagi janglar, noqulay turmush tarzi va mahalliy aholining qattiq qarshiligi Aleksandrni ruhan charchatdi. U murosa qilishga majbur bo'ldi va hukmdor Oksiyartning qizi go'zal Roksanaga uylandi. Roksanaga uylanish orqali Aleksandr nafaqat qal'ani, balki o'sha yerning mahalliy aholisining ham hurmatini qozondi. Surxon qoyalari bu shunchaki oddiy tosh emas, balki shonli tarix va buyuk muhabbat guvohidir. Videoni Surxonning alp yigitlari va go'zal qizlariga yuborib qo'yamiz. Surxondaryo, земля святая, ты мне ближе всех родная.